Leksimiz ne devamlaştırmaz hürmetli vatandaşım. Sayın Hanım prezident bop saylandı. Yaponiya fuqaralari dedi ki, Jungo tugaştı. Mavzula xabar 1 ayının 19 günü Amerika'da neşr kılındıgan Wall Coach'si gazetede ilan kılınıp, şu günü Venvi Torbit'i köçürüp besildi. Xabar mundaq başlandı. Tayvan'da prezident saylımı ahırlaşıp, Tayvan'ın müstakil kılış programısı var. Bir partiya, Demokratiya Taraqqiyat Partisi'nin reisi Sayın Hanım muvaffaqiyatli halda Tayvan'ga prezident bulup saylangandan keyin Yaponiya odatdan tashqari xushhal bulup, bu qatimqi saylamning neticesini Jongoni qo'rishashning intayin yaxshi fursati deb hisobladi. Tayvanda bulup ötken saylamda hoşvak ötken Yaponiya nemi dedi? Bu saylam bu qatam Jongoni qo'rishashning yaxshi fursati dedi. İfade bildirgen nurgun devletlerinin içinde Yaponiyanın Tayvan'ga yoki saylamga ifade bildirişi, prezident Sayın Hanım'ın prezident bo'lishini ifade bildirişi Jongoni g'azablantirdi. Yaponiya Tashqi ishlar vaziri An Tian Wenxiong 16 günü kechida suhbat bayon qilib, Tayvanda Sayın Hanım'ın prezident bo'lib saylanganligini tabrikladi. An Tian Tashqi ishlar ministri Yaponiyaning mundaq ko'rsatdi. Tayvan bilan Yaponiyaning negizlik qimmat qarashi bor. Qimmat qarashimiz o'xshash. Quyuq iqtisodiy munosabatimiz bor va berib kelishimiz bor. Biz hamkorlashqish do'stlardan bo'lamiz. Tayvan bilan bo'lgan aloqani cho'nqurlashtirishni, texnik kuchaytirishni umid qilamiz. Yaponiyaning umidi ekan. Prezident bulup saylangan Sayın Hanım'a telegramı berip Yaponiya bilan Tayvan ortak qimmatni, ortak bahriman bo'lishni ta'kidladi. Yaponiya prezident Sayın'a tabrik telegramımız avatganda Tayvan bo'g'izining tinchligini davomlashtirish deydigan iborani tilga olmasligi bu bexastalikmi deydi xabar yozganda savol qo'ydi. Aptar. Yaponiya Tashqi ishlar vaziri An Tian efendi Tayvan Jungo suhbati orqali masalani tinch yo'l bilan hal qilish lozim. Rayonning tinchligi va bexatarligi tuhfa qo'yish lozim deb ko'rsatdi. Bu hisob emasmi? Bu tinchlikni eg'izga olibdi An Tian efendi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe 18 gün Avam Palatası Hamchot komitetining yig'inida Sayınning prezident bo'lganligini tabriklab, Tayvan Yaponiya qadinas do'stlardir deb ko'rsatdi. Fikr erkinlik asosida Tayvan yangi rahbarlik qatlamini saylab chiqdi. Tayvan bilan Yaponiya hamkorligining texnik taraqqiy qilishini umid qilaman deb ko'rsatdi Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe. Yaponiya fuqarolari torbetleri nemi dedi? Mundaq dedi. Yaponiya paras Jungo'ga qarshi turadigan Sayın Hanım Tayvanda prezident bo'lib saylandi. Jungo tugashdi. Jungo iqtisod tugishib qolmay Tayvanda prezident Mayın Juma ham tugashdi. Janubi dengizda Jungo yetim qoldi. Jungoni butunlay qo'rishaydigan davr yetib keldi. Yaponiya Kompartiyasi bugun uxlamay tong otqizadigan bir kun bo'ldi-da. Yaponiya Kompartiyasi degan bir partiya bor-ku, o Jungo paras partiya o. Ular bugun kechini uxlamay tong otqizadigan bo'ldi dedi. Uxlamay tong otqizadigan bir kun bo'ldi. Jungoga tayindigan kun kelmas ketgan. Kuomintang Tayvan'da mağlup oldu. Yaponiya, Tayvan, Amerika ittifakı devreye yetip geldi. Cümle, Yaponiyaliklerin cümlesi Yaponiya, Amerika, Tayvan ittifakı devreye yetip geldi. Kore'ye kerak qilmaymiz. Yaponiyanın biqinida bir davlatga o'xshaydigan bir davlat o'ttirg'i chiqdi. Demek bugün Tayvan'da Sayın Hanım prezident bo'lib saylandi. Yaponiyaning biqinida bir davlatga o'xshaydigan bir davlat o'ttirg'i chiqdi. Bugun lamdigidek Tayvan Jungodan ozod bo'ldi. Sayın Hanım Tayvanda prezident bo'lib saylanibla deydi. Tayvan qaraganda Jungodan ozod bo'ldi deydi. Yaponiya grajdanlari to'g'ri battirdi.